Uyda ayol kishi qanday bo'lsa, kelajak farzandingiz xuddi shunday bo'ladi. Undan ortig'ini kutmang. Ayol o'ta zukko, o'ta taqvodor, parhezkor bo'lsa, farzand xuddi shunday bo'ladi. Ayol bo'shashgan, lanjlashgan, onda-sonda namozlarni o'qib qo'yadi, orada tashlab ham qo'yadi, g'iybat ham qiladigan, eriga sakrab turadigan bo'lsa, ertaga farzandlar ham xuddi shunday o'sadi. Oldimga nechta oila keladi. Domla deydi, ayol, xotinim unday bunday. Bilasizmi, shularga birinchidan men savol beraman. Qaynonangiz qanaqa deyman? Qaynonangiz. Qaynonam deydi. Juda o'tkir deydi. Bu boshqa yo'l yo'q. Qaynona uyda erga sakrab turgandan keyin, u qiz uni ko'rgandan keyin, u qiz ertaga eriga sakramaydi, erini tepadi. Tepibdi ham deb bitasi. Tepibdi ham, tepadi-da. Uyda otaga qarab xotin dingillab sakrab turgandan keyin, u nima qiladi? Ertaga erga tekkandan keyin erining boshini silaydi. Aylantirib tepadi uni. Oxiri nima bo'ladi? Ajrim bo'ladi keyin.